Alloh yutpaqli sizlar bilan men hamma tanigan va tanib tashagan Jon Po'lat. Xush kelibsiz mening yangigina videoyimga. Bu videoda biz Minecraftda Vigivania qilamiz. Bu taxtalar qayerdan keldi desanglar, men kamerani yoqdim deb o'ylab taxta qozib qo'yibman. Keyin qarasam kamera yonmagan ekan. Endi kamerani yoqdim, uzr. Kamera yonmabdi. Sizlarga yangilik, sizlar xafa bo'lishlaringiz mumkin. Keyingi video 50 ta obunachidan keyin chiqadi. Men endi 8 ta bo'ldim zo'rg'a. Shuning uchun omra bo'ling, like bosing. Like bossanglar ko'proq odamlar ko'radi videoni. Shunda tezroq video chiqadi. Ko'proq odamlar obuna bo'ladi. Taxta olamiz hozir. Juda ko'p taxta kerak bizga, juda ko'p. Taxta chopay. Birinchi tosh chopaylik, keyin bolta yasaymiz. O'shandan bunaqa demaydi. Bolta yasab olamiz, taxta chopamiz. Mana qo'yaylik. Bitta yetadi. Yugurib kelyotgandim-da, shunga jonim ovqatimga qarangda ozgina kamayib qoldi. Ovqat topamiz hali biz kuchayib ketamiz. Biz kreativda topolmaydigan narsalarni topib tashlaymiz. Masalan, kaktus. Men boyna kaktusda video olaman deb kaktus topib olmadim. Shunga bunaqa nimaydi? Soxta Minecraftda video oldim. Boyna emas, kecha. Kecha ham boyna esimda yo'q. Shuning uchun kaktus topishimiz kerak. Kreativga topolmaysizlar. Masalan, sizlar topishlaringiz mumkin. Men ko'rmay qolishim mumkin. Lekin 5-6 marta qidirdim. Kirkam nima muncha teksin? Yo'q, ko'p tosh qazibman. Yetar shuncha tosh. Kirdi yana beri. Bunaqa tosh kirgan otib bormaymiz, chunki konga kirganimizda o'sha kerak. Ko'mir topolmay qolishimiz mumkin. Shuni yoqaylik. Shuning uchun hozir qaytib kelaman. Qaytib keldim.